Hanzo tekstin boptu. Ya bir kanunda milletler atlab to'y qilib bo'lmaydi deydigan ish bo'lmasa, ya bir ba'zilarniki ochilarining aylarini, apalarning aylarini, dodalarini ozdurmasa, ya yana bir ba'ziga o'xshash ko'chalarda uni buni qilib yurib netchin og'iz bo'lib chiqaqda adam ko'rmaydigan yerda satqiliqlarni qilib yurmasa, nim boptu? Özünün turmuşunu öz tutup hem de hanzo bosum ag tegib to'y qilib bir o'yin tutib o'ltiribdi. Hem shuni ham uni buni deb ketish ketamda. Ammo ham da biraz unaqa yomon gap qilmadi, lekin atrofimdan da qarab baqsam va xafochilarning chiqqan shipirlarga voy og'chi, ko'kchi deb tilab ketgansizlar. Bu hayvonga tegmabdi, adamga tegibdi. Ashu bizning jungoning adamidir. Necha kunning oldida menga bir o'zimning tonishi mandaq deb gapirdi. Men dedim-ku, to'y qilg'ili 2 yil bo'ldi, lekin chiqmagan deb. Nimishqa men baxtni yoshirish kerak, ko'z tegadi degan gapni bilaman. Vaqasının qo'qqanim emas, yomon ko'zni saqlasin, yoshirib o'tib ketay baxtimni deb o'yladim. Ya men qasini aqlam, ko'qlam deb qo'qab chiqarmagan emas. Mening tinch turmushga jo'yim bo'lganlik uchun shuni chiqarmagan. Shu gapni menga o'g'irlik to'y qilyapsa. Men o'g'irlik to'y qilmadim. O'g'irlikchi bir xalqning uyiga kirib necha yil turib, bir bolani tug'ib, tug'ilmaydi. Qonunli xatni olganda qizil tamga bosgan qizil qog'ozni. Andan keyin xalqning uyiga kirib o'tirib baltuq qilurlar. Xalqni uni buni demay, hammanglar men silabdinglarmi? Ben baxaq manda degan vaqtimda mening qizlarim, ati singllarim nima ish qilyapti? Kim bilan nalar o'ynayapti? Faqat undaq deb qolmaya, aytgan meni beshim qo'yib kelib qolmasin deb o'ylashni bilgulik inson degan. Tan ko'migulik. Yana ba'zilar bor ekan. Bizning millatning yuzini to'kdi, jamiyatning yuzini to'kdi, Shinjonglikning yuzini to'kdi deb. Voy sizlarning qanchalik yuzinglar bor? Tüy bo'lgan vaqtda yonjuqda. Beyqaqning oldiga borsangiz bunday voy deb hurmatligidek bo'lganda, anikin yuzing bo'ladi. Yanlış konuda 5 mocha yok bir köşkünün netkaga yüze o. Net aşında adamlar tıxı çıx sözləydi. Çataq şurudun çıxdı tıxı. Umuz artistlarımız toy qılğanlarmı ba, vanxundurumuz toy qılğanlarmı ba. Əcəb ular ne yaxşı artistlarımız məsələn başqalar köygəllər gəp qılmaydı ekan. Şitanın şinjali bu çıxanaq nət gibi yancuqçular çıxıb gəqib qoyğansızlar adamga nervusni ulatgidek gəp qılıb tova. Ay yana intayin bir mühim gəp. O'ylab baqılı dostlar. Hazır qaysimiz bir Hanzoning qo'lida ishlamayapmiz. Hammamiz shularning neni yeyotgandimiz. Mayli marka ishlaylik, mayli o'z oldimizga shirkat quraylik va yoki kanat ollat ishlaylik yoki ma'muriy kadr qil. Qaysimizning ustida birad Hanzo boshliq yo'q. Shuni o'ylab boqinglar. Tuzni yeb tuzliqni chaqqanda qilmay, ma millatlar ara ittifoq bo'lganda, inoq bo'lganda, aniki ma davlatimiz texnik ro'naq topadi. U bir-biringlar ara qitg'irliqib, o Hanzo tegibdi, o qash ketibdi. O'zingni bil, o'zingni qo'y, quvonli qiz yo'lingga mang. Deb degan ko'ngillar. Biz o'zimizning turmushni o'zimiz bilyapmiz, boshqalarning ishiga aralashmay. Qo'y pushaymon qilsa, oq qilsa, ko'k qilsa, qisqa mayli. Yo'q pushaymon qilib biroz uyog'ini ko'rib yetolmaganda, men erim bilan to'y qilib pushaymon qildim, meni beqing deb. Ashlardan tilab badim yaqishinglarga. Bek o'sha chiqib qilmaydigan gap qilgansizlar, voyja. O'g'limni ajrashib kelsa hech kim olmaydi. Az Allah hammasi mayli. Cho'qimay tekish majburiyati bormi birasininki. Yani tık ələk altı millət baxalığın birisini talab tekst bolardı. Əslində bu doğruluq gap qılmay degandim mən. Bək içim qaynığıdək aşıq qında iştab yönlülən körəb qaldım mən. Mango birisində gəqib baxmadı yəmdi. Da xalqның bəxtini görəyli, yaxşı işlərini görəyli, kiçikkin bir dal işini tutuvarsaq, dip basaq bunu söyrəb jüməy.